Şinjan Televizya Stansisi. Şinjan Televizya Stansisi. Assalomu alaykum, oyim ahli. Assalomu alaykum, ekran oldidagi tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum, qadrdon buva, mumlar, ota-onalar va suyimli kichik do'stlar. Hammanglarga oliy ehtirom. Hammanglarga o'tliq salom. Qurban hayitlarga muborak bo'lsin. Bugun yangrar her yanda şadlık sadası. Bugun öy-öylerde ayem navasi. Bugün dillarda örkeşleydi baxit daryosi. Bugun bizga tushdi tongning tal ziyosi. Bugun yerni ko'kni qoplar ayem samosi. Hürmetli mehmonlar. Tek yakındılar muqaddas kemi 6. namlıq ademlik alem kemisi muvaffaqiyatli holda alemga saylik qilgan. Şinjan Uyghur Abdunum rayonimiz 50 yoshga to'lgan mushunda xosiyatli kunlarda biz barliq musulmon qarindoshlarning an'anaviy bayrami Qurbaniyatni kutib oldik. Hamma yani ko'kdan tushgan barakat chechiga qaplagan. Dillarda shad-xuramliq navch urgan. Öy-öylerde bo'lsa elbek dasturxonlar yig'ilgan bu xushalliq kunlarda. Bu qadamlar bilan yetib kelgan Qurbaniyatning hurmatiga oyim ahli uchun tayyorlangan san'at kechiligimiz hozir boshlandi.
bir suyumli kişilerimiz varki, ular özlerinin yaşlıq sımbatını evlatlarga ötünüp verdi. Gayi isteknin çığır yollarını bolsa dağdam kılıp içip verdi. Shundaq bir qadrdan kishilarimiz borki, ularning vujudidagi armon gulxonlari o'chmadi. Qalbidan ko'klamning kuylari ko'chmadi. Ular bu dunyoning barikati. Ular bu hayotning yarishi. Hoş Dilber, siz muşu minutlarda ata-anangizni, yurtingizni segindingizmi? Albatta seg'indim. Bo'libmi bugünkidek xosiyatli kunlarda ularni qandoqmi seg'inmay tura olmayman deysiz? Shundoq, men shundoq segindim. Lekin biz millionlagan oyam ahlining xo'shaligi uchun bu san'at kechagini ishlaymiz deb yurtimiz qaytanmadik. Ular bizni ekrandan ko'ra oladi, lekin biz ularni ko'ra olmaymiz. Nayt to'g'ri aytdingiz. Lekin men shu minutlarda ularning endi bo'lolmaganimdan hargizmi o'kinmayman. Chunki siz boy aytgandek, biz nurg'ulg'an oyam ahlining shod-xuramligi uchun xizmat qilyapmiz. Shunglashqa, men bugun mushsabning bir a'zosi bo'lganligimdan o'zimni to'liq baxtli his qilyapman. Men sizga o'xshash hissiyatda. Biz ularni ko'ra olmagan bilan salomini qabul eta olamiz. Telefondami? Voy yo'q, mushtobning o'zida sahnada. Undaq bo'lsa, oyam ahli hammamiz birlikda bu salomni qabul qilaylik. Qani, rahmat. Assalomu alaykum oyim ahli. Ulug' Qurbon hayitlar muborak bo'lsin. Hurmatli oyim ahli, qarindoshlar, nima bir top odam sahnaga chiqib qoldi-ku deb qilishinglar mumkin. Bu asli mundaq ishda. Men aynan Aşı xotandan ayımınlağı atab, kaçtışıdak süzük kalıplardan yürün kaçtı, baş giydimizde yoğun salam öp geldim.
Hay. Memnun kuruq kimligen. Ayemehliği atıştım. Atış encirinin şırmısındaki şehrin salam elip geldim. Bizmo azizane Qashqardagi azizlarning onamda qip-qizil yuraklaridan chin salom elib keldik. Ben oksijen almamızdaki tatlı, polorumuzdaki okşuğa salam elip geldim. Ama ot yurtta Turpan halkının yalqolla salımını elip geldim. Elişo Turpan bizimidek dan tat sıcak etken tursam hemmeleri hangidan kılıçlaşı mı? Ben komuldur. Şikerdek koğunu yap, dili şikerdek bulup ketken halkımızın baldek salmını elip geldim. Şundakla şiker koğundu mu işkini, ayem ehli tetip baksın dep ağaç geldim. Rahmet. Ayam ahlinin külük koşup koşuğunu avcı götürüş için eli halkının salamını hep geldim. Köpçülük. Ben tanıştırıp bakıca bula özür demetti. Bu yıl kurban etimiz, dörtümüz kurulğanlığının 56 yıllığı, Abdülmür ayımız kurulğanlığının 50 yıllığı tebriklenip, kat toyla ötküzüp atkan, muşunda hasiyet günlük doğru kegeçke, bula ayam ahliga salom yo'llashga shunchalik oldirab ketyapti ki. Turg'unjon, hammamiz aldiravatimiz. Bayam deyishganimizda men aldirdi deyman size. Voy. Nima deb sen deydi kelsen, men deyman men, ha? Oy, maqaylislar jigar. Kimdir sizlar deydi kellar. Buni biz deymiz biz. Voy, odash, ular xudini yo'qtib, bizni unutib qolgan o'xshamanda. Shuni deyman. Ayollarga avval yo'l qo'yish degani bilmaydi-ku bular. Ben bu yerga o'z, ya'ni mehmonlar bilan uchrashib turmiz. Bo'pti. Sizlar davom qilsanglar, hay. Sizlar davolanglar. Ha, sizlar unda deganlar bilan ash xotanchi yerdin kaptimizga bir patma salomni ilib deyishga aldiravatimiz. Sizlar menga yaqin bo'lgandan keyin atimo, o'g'immo devalala. Ürünçülük qarib, ben bir sözde olayım bakma. Maqaylislar tillarini chaynamay desiya. Aldatmay tursa bakma, hazır deyman. Hazır. Hamda hammangni bilishni qalaman. Biz xotinliklar beni ishkini deymiz. Endi quloq degan gap kuchlashganda daqlashmaydi. Hali haqasin oldan menga gaplashmaydi. Shunga patatani qo'yib, jim, shuk turinglar. Köpçülük bir latif anlamı yok. Hay. Bugün hemmimiz yurtning kuychi bulbullari, baxtiyor yashayotgan aki bo'g'illari. Kuldirayli do'stlarni ayam muborak, shodlik bo'lsin bu ayam zo'rlari. Bugün biz urug' tuqqan hammaga, kelin kuyovil yangiga, ishchidiha jangchiga, shundaqla barliq mehnatkashlarga. Sahnimizni qaynatgan, muqamlarni yangratgan, huzur berib dillarga kang jahonga anglatgan dilkashlarga. Yıkılganı yönep, buzulganı tölep, ketip bağanı sörep, kalbimizni ilitkan, afetni yengip, halkimizni beyitkan, mert oğlanlarga. Musabaqada yengib natija yaratgan, rekodi bilan jahon ahlini bizga qaratgan ana shunday botirlarga. Turmushni navab qilgan, bozorni avod qilgan, sodini odil bo'lib, vijdonga javob qilgan chivarlarga. Bizga yo'l ko'rsatgan, boy bo'lishni ko'zatgan, yurtimizni gullantirib, mana shunday ta'rifini so'zlatgan yo'l boshchilarga. Bizga fan texnika o'rgatgan, g'amimizni tugatgan, yujuk buning holida turmushimizni kuzatgan g'amgizonlarga. Al ishqida ko'ygan, xalqni dildan so'ygan, o'zini unutgan holda bizlarga ko'ngil bo'lgan o't yuraklarga. Dilimiz hem öyümüzde yo'ritgan, nadonlikni yıldızda quritgan, suyimizni alvat qilgan, yo'limizda aynak qilgan mehribonlarga oyimdek qizg'in salom yo'llaymiz. Otliq salam sizlarga. Elib keldim Iroqdan. Aziz do'stlarga bo'lgan muhabbatdan turatdim. Elib keldim chin salom chivar otish xalqidan. İttifoqlik, inoqlik muhim ekan hammadan. To'g'ri. Şemişe giden ketken, Qashqarning onari bor. Qashqarning onari bor. Fitnoyan ahliga yetkazsin saloming bor. Eytonlarga mübarek olsun, çocuklar pulgılık olsun, düşmanlar solsun, ah ursun, dostlar şatılıp, kakaklayıp girsin. Bizim yurtta Turpan'dan salom qabul qilingizlar.
Turpay katop ketdi. Bir fiyatlar kilodan bakımı. Armağımız ancha jiroq emas, biznikiga mayitlab beringizlar. Voy boshqalarni do'rmangizlar, do'rsangizlar men bilan o'lja ketingizlar. Ha, Akramjon. İslamkam teşvikte özü kemapti ya. Eslamkam nahak yaxshi yuradi u, hammanglarga oyimlik salom yo'lladi. Shundoq dedi ekan, yurt keng keptimiz bir ko'p kepdan, yo'cho'si o'ljiq kelsin, chiq ipay ubdan. Ular yurtini umdan kuylasin, meni kemmapti deb ichida kulmasin. Salom aytaman. Eslamkamning tili salomat, o'zim bo'lsin. Hey. İslamkam orada sabır, dapır bakalım sabır, yumor. Yumor alaylar. İktidai cemiyette o demeydiğin atı balığı ekende buna yolgu çıkıp tutsa naytım semiz bir uçpide de mani evteyli deptike benime evteyli deptike şunun ulan bulmaydı bu nayt semizke kandesim kılıyordu deptide onda nayt oruk birinin ötüptike de mani evteyli deptike bunun da nemi çıkıdı bunun da oldu depti de onguçuna çıraylık gelişken 25 yaş çoş degen meşek çuduğun bir ayal tık menip keptike de mani evteyli depke balam toktaptı bu ne ögeptip apanın evteyli Anda men deytme ha. Men xotandan chiqqanda Aylenemen zorxan, yerjiqimda gilqaqidi, dikkan zorxan. Shuni deydi qacha. Qacha. Ayna. Men xotandan chiqqanda yukim bak yig'ir edi. Salomning ko'pligidan qo'llarim yig'ir edi. Qashdishining yurtidan, qashdishidek sapdildan salom ayam ahliga qarindoshlik mehridir. Ağladığınla mı hotelli kalaya? İşkınmayman nalayık. Salımınla mı toluk yetti. Mendeki gamma. Kert ayna. Oy, kalaya. Mami salam elip gelgen, dapakay mı ki? Buladım. Ay, qo'mildan kelgan shikoyat yigit, boyatdim men sizni taxir odam ko'p yerga qo'g'in sotqili keldimikin deb qopdilar. Qo'g'inlar lashqatda chiqib hepsini qachadikin deb. Oy, man qarsılaçı. Qo'milliqlar qo'g'inni ko'tirib yurib sotmaydi. Aldıqallar har kuni ma'nimizdan ketmaydi. Ağaç keldim ishkini olaman desizlarmi? O'zlariga yoqmaydi. Sen aşı bizde kurban tılım akadar. İki tal koğunda koğunga mokkada selip, işekke, zökkede oturuşuydu. Ya. Qo'g'inlar emas, salom elib keldim. Gülgüliston yurtimiz bir ko'rib ketdim. Hayatımız o'ssin bizning qo'g'indak she'ri. Bak. Hem bana bir dыңlardan isli salamlarını etkepsizler. To'g'ri. Yurtimizda atab dasta yazsak mı azlık kılıdı. Bundaqlı kılaylı. Hemimiz yurtimizda yenilikleri, terakkiyatlarını yığın çaklap, bir işki köpletden koşak etip baksak kanda kılalım da. Bunda kılaylı, yurtning gaptalari chiqib bu sahnaga, unchalik gapni demasak bo'lmas, yurtimizning sha'niga. Durust aytdi bugun, fikr bo'ldi bir obdan. Men so'zlab turay, zan qo'yib angla. Islohotdan qo'milda ishqi ochdi ko'p bular. Qo'g'inni bor deb o'ylamang, bor endi bizda cho'ngchilar. Rat shahar yo'llari, neftkorni cho'llari, bakmilivan chiroyli, naqsh qo'shaq kuylari. Kan boyligimiz bakli ko'p, yotmoqda etishni kutib. Hozircha Bayqalda 72 xil madan ismini atab bo'lolmay tatlaysiz gardam. Qo'shqulaz haqiqatda sharq chiqibdi. Unda qasi mana birday. İlgirlaslar aslida gapmoqdaydi hammasi. Yurach o'xshar u yurtda tilni yarar almisi. Cho'ng bo'lar kaos edi. Bilishimiz kerak otamning buning darisi. Çoğunu bastan aynidoq ko'chat qo'yib suv boshlab, qumi yuvash bo'lib ketdi, yamoq paylini tashlab. Sayli qilgan oqsini bakmi yaxshi havasi, dilga huzur beradi kuchan nag'min havasi. Yaxshi. Avka bu oqsoning guruchi, paxtisi, musallisi, kahvasi deganni hammamiz bilibmiz qanaqa. Ko'chat chiqdiq deb ketdim. Ko'chat deganni bizning xotandimi har yili tikitmas. Ajdodlarimiz tikib qo'ygan 1000 yillik yangaq, 500 yillik anjurlava bağı bostan bo'lib ketdi yurtimiz. Hamma yurt tikitib ko'chatni qanday deydi? Ulan bayda bora çıksın köçe tike yürümüz. Ko'pchilik tinishdan shundoq
Yurtimizning bo'stonlari asosan o'xshab ketadi. Bizning Oqsuda Ko'kar o'rmonligi deydigan bir yer bor. Bu mamlakatimiz bo'yicha sun'iy usulda barpo qilingan eng cho'ng o'rmonlik hisoblanadi. Buning ko'lami 40 ming bo'lib, bu o'rmon bino bo'lgandan beri bizning Oqsuning ekologiyasi shunday yaxshilik ketdi. Faqatga boya mana sizning bir gapingizni qayta tushunamadim. Siz uyimizda dilimizni yo'ritgan dedingiz. Dilgo yaxshi gap, yaxshi so'zlar bilan yurib ketdi. Ammo uyimizni yo'ritgan deysiz. Sizlar bu xotanda uy solsanglar ram qo'ymamda. Yo'q, chanqo qo'ydi. Bu manda gapka. Bizning xotanda yaqingi yillargacha tok yetishmaydi. Degan bor, ati yo'q degandek. Dehqonlarimiz bo'lsa, qarang'i uylarda jinchiroqni yo'ritib o'ltiradi. Hozir ayna O'g'lig'ata so'yilib turish stantsiyasi qurilib, tok degan eshitib tur. Xotanning bulun qishloqlariga yo'rib ketildik. Voy, taraqqiyot zo'r bo'lib ketdi xotanda. Bu O'g'lig'ata so'yilib turish stansiyasi hozir xotanga bir o'sin qo'shib, cho'ng sayohat nuqtasiga aylandi. Jut-jutni sayohatchilar kelib ketayotgan xotandagi taraqqiyotni ko'rsangiz ayna, ma'qulingiz oz gap qilib, ma'ni bu qo'shib xodis hozir. Voy, hecep so'zlab ketdingiz. Sizning bu gapingizni anglab, bizning shundoq degimiz kelib ketdi. Qashqar o'zi cho'ng bo'ston, hamma yer bog' guliston. Bazarlari bek avat, soda setiq, tek otdan. Hunar kasb ustasi, izlisi bular hammasi Gap ketlaydi, maqtashqa hammaga tonos mevasi. naqshi usul saz yurti, biz taraqqiyot surati. Bazar tapdi, paxtimiz a'lolashib sipti. Xalqaro shahar qurimiz kelib qolsa merti. Hamda To'xtanglar, bu xalqaro shahar qurimiz esa paxta esa bu paxta degan hamma viloyati bor. Bu xalqaro shahar deb ketinglar, bu Qashqarni bir ochqansizlar yo. Hammanglar bilasizlar. Qashqar qadimdan tortib Yepak yo'lidagi muhim bozorning biri. Yeni davrda uning o'rni qaytadan bekitildi. Qashqarni Janubiy Osiyo iqtisodiy chemberigidagi markaziy shahar qilib qurib chiqmoqchi. Shundoq. Masalan, alayliq paxtaga kelsak, mamlakat bo'yicha eng cho'ng bo'lgan xabar paxta borki, dastlabki ko'lam berishdi. Bunday. Gapmay jim turpaysiz. O'zining gapini qildigan ekan bular. Ham bizlar bilan demammu yat yo'llanmay. Turpan o'zi o't yurti Yalqin tog'ining bag'rida, uzum teki ko'rsiz bog'da, yo'lda, dalada. Shahshadan kelib mehmonlar qilib ketar sayohat, o'zim bayramimizda qizib ketar alomat. Qumuqkan deb qolmang, shifoliqdir xumimiz, issiqkanmi deb qolmang, salqin bizning uyimiz. Rost to'g'ri, bularning uylari bak salqin, havo tangshib ketmaydi. Tomlar to'shib, hamma to'shib qo'ygandan keyin oyoqdan kirgan shamol oyoqdan chiqib ketdi. Sen degan öy emas, yeşil uzun qurtdan kunja u. Texnika. Sen o'zingni qo'yamsiz ya. O'ytib qo'ying, o'zi qilib olma qurtmamda. To'g'ri. Bekali qo'siga tutib qo'ying, elchi qurtishligini bo'ladi. O'zini tarafini bir anglaylik. Ochiqqani azaldan ili daryo bo'ylari, ko'k chaqchaq makoni, bakma qizar to'ylari. Gap so'zlari qaynoqdek, so'zga mahir chaqmoqdek. Bugungi bu sorunda mana men bosh barmoqdek. Maganda. Bosh fursatimi poet vallajima. Ha buni poetishdan boshqa uqmamligini desam, xayr bermoqchimmi? Qo'ydan. Voy. Endi navbat menga kelganda. Va bizchi? Oldiradigan bormi ya? Bor, deyishmi? Unda navbatini sotaman. Atish degan obdan yurt. Azaldan shundoq yaxshi yer. Anjiri üzümü var, soğudur pişik hem er. Var uyuttur ozelem, hemmi tuluş halidem. Eğitilmesi bu nakşa kandak kızsın ayan. Erler köprek soğudiger. Kızlar işçen bekçiler. Meni yoklamay ketmem, verip kalsınız eğer. Para emas. Kendim Vay, demesem mi bilisler xotanisi demeyip mi? Nemini bilmez. Aylaqa Sudiyan Mahmudullah Sulaymanada o'rliq aylaqa laparni vaqo xotanning hamma gapin deb qo'langlar demak. Xotinlardan bir yaxshi makon. Yer bo'yligimi? Xotan azaldan bir yaxshi makon. Xalqi bu yashat, tallari aman. O'zi yiroq bo'lsa-mu, yo'llari ravon. Hay, ko'ngilning yiroq bo'lgani hammada yomon maqam, ha? Qashdishining yurti bu. Ya'ni gilamdim.
İşçallarning yurti bu, ko'ngli balandning. Tibobatning yurti bu, teni temenning. Güzellarning yurti bu, bo'yi levanning. Xotangimi beringlar, yo'llarimiz aynakdek, yağaq degan sonda yo'g'ini, yo'g'isi yo'q, chaynakda toza. Hey. Bilashil yağmısınızlar. Yama hakan çoğun bo'lsin. Mushunda kila. Oy, maqayırsan hocam. Çaynaklarımı çok küçük var maqama. Çoğunu deyman ha, çoğunu. Hey sanırım, siz ana deb kettiniz. Sizning analarınızın çoğunluğu qanchalik keladi? Bizning anama? Vay. Yalqıntaqdan kelgan Bo'g'maq aka, anadan gap ichib qaplar. Bizning anachi bir kuni. Latife davammoqchi bu. Latife demayman, bo'lgan ishni aynan deb bermoqchi. Bir kuni 7 yoshli qizimga, "Xon, bog'dan ana anchisiya" desam, "Ana, muna ana." deydi, qarasam balam ko'rinmaydi. Voy, gap qilgan kim ekan? Balam bo'lmamdi. U nima ekan bu? Anani orqasi to'sib qoldi emasmi? Voy. Bo'ldi, men ketdim. Ne varsa? Bu qanday gap bu? Fatih shunchalar arqamdan mang'ish yo'q gap yerda. Oy, erinchilik destek. Hozir boshlayapsizlar. Hamma yurtning ne'matlari bunda mujassam. Yangilikqa so'zkan bular men taraflasam. Taraqqiyot, ilgirlash bakli zo'r bizda. Shundoq baho berdinglar desam demasam. Igiz binolar reti bilan, do'konlarda sarxilmal pak peti bilan, qavat yo'llar tutashdi, chet bilan hamma plan ishga ishib, naq bilan. To'g'ri. Bizning Hafosha olmamiz Oqsoqarqon Urumchida azamlar nima? Deganingiz meni ko'ginim bilan o'xshash chiqdi ekan. Bak azanchilik shay ekan bu. Men Urumchining ko'chalarini aylansam, do'qmishlarda xotanning yangoqlari, g'uliqoqlari, qashtishi, atlisi, gilimi. Ojon. Ay. Asli gilamning xillari mush Urumchida chiqqan ya. Men xuddi o'zimni xotanda tug'andek sezib tas qaptimi, taqib turib uydagiga o'xshab ketadigan birsini peshinimda tatib. Men aytgan shundoq chiqib qarasam, xuddi Heyka bozoriga kelib qoldik, his qildim. Yo'lda devlangan harvalar ustidagi qip-qizil anarlarning chiroyligini demamsizlar? Bozorlarning obodligi cho'ttaxi. Tamoqlarining ta'mliligi, ododidagi mundaning oshxonasiga o'xshaydi emasmi? Bizmo turban bizim sain mo'jisini mashayaz qatimiz. Bu yer urug' tiqatimiz bilanmi nurg'on. Katta. Shundoq. Xaloyim, men o'zlarga bir gap qilsam, xafa bo'lishmisizlar? Boy og'ash keldim degan qo'g'inni var. Ma Do'nko'rikdan og'ash. Hey, deganlar ras. Urumchigami, yurtlarga ko'z tegmasin. Yurt hammamizning yurti. Sening, mening bo'lmaydi. Har bir yurt vatan cho'ng oilasini shakllantirdi. Hammamiz birlikda ittifoqlashib, vatanimizni texnik go'zal qilib qurib chiqaylik. Shunday. Bugun oilam bugun yig'ilib qoldik tantana. Jannatli bir zaman sog'lib hammaga. Bir qarindosh hammamiz, ilosh bizning dilimiz. İlham izil rotayli, rola qolsin yurtimiz. Voy, yaqinroq qo'mil qoraylar. Voy, to'xtasizlar yigitlar. Bizni ash Qashqarga opera olaymiz sada. Bir qo'yning kallasi shart edi kesib qazonga tutilmay olaymiz. Shu Qashqarga. Bizning turpan 2 soatlik yo'l. Chiroq, turpan boshlaydi. To'g'ri. Bu eng yaqini turpan ekan. Bu turpandan boshlab aylanmaylimi? Ertikçe vaqtinglar yasa o'ylag borasizlar jumamsa. Hey, kaçak qo'ydim. Bu hammalarni hozir men bizga yetib taklif. Hurmatli mehmonlar. Rahmat dadam Munira appa. Xo'sh bolaman. Sizlarning bolaringlar bordi? Albatta bor. Qiziq savol so'rab qoldingmi bola? Deymanamdi. Ularga yetib bergansizlar? Albatta berimizda bu degan anani tursa. Ay Mahmudga Ihsonning umr savol so'rashdi. Bir gap bor. Ikkimiz birinchi chata qilib. Ihsonga yetib to'xta. Men buni uchun nimaga? Ay, Ihson men seni bir savol so'rab qo'yarasa. Saodatdan ota-ona bergan yetlikni, cho'nglar bergan yetlikni nimaga shiltsa? Bizning qanday shiltiqimizni do'stlarim sizlarga deb bersin. Bulamda hamisa bizning bolalarimiz yetlik nimaga marhamat ko'rib baqaylik.
sallaylı. Bastiyanı saklap, appa sorpan sallaylı. Bugün boldu hey, dadamga tez ey. Çık pul versin, çok ettim çok de. Bugün boldu hey, söz bilen vit. Birden cüm turgın, sözler bitmiş. Assalamu alaikum, ayımla mübarek. Ve aleyküm esselam, ayımla mübarek. Ne getlap mağdınla? Bizninki baraylı, bizning oyla yakın. Qo'shqor so'ydik, bo'g'irsoq saldik, guldak chiroyli qiyiqchi qiydik. Olma biya anjirdan tatliqqina murabbo qildik. Yuringlar biznikiga. Gullar qo'naq bo'lsin-da, yo'surlar bo'lsin-da, dilimiz oq bo'lsin-da, o'ylarga yetdi-du, Sağlam verip çıllarga, akbaşlık uluklarga, atleri uruklarga, öylerge yetti do. Aylinler bir yeni, harika kızıl günü, yılga çektik her günü, öylerge yetti do. aylinlar bir yeni, harika kızıl günü, yılga çektik her günü, Öylerge yetti do. Assalamu alaikum, Eykanlar mübarek olsun. Ve aleyküm esselam, birgi bo'lsin, harmıga isle. Xo'sh, yetning birinchi kunilar shahricha yutib qapsizlar-ku? Analarımızı yoklap geldik. Ula mehriban analar, yetim kalgan savaşdaşlarımız okutuvatıdı. Şoň biz mektebimizdeki balalarning yetlik, bayramlık pullarını jamlap ep geldik. Ularning texmu köp balalarni g'amda xalos qilishiga kuch qo'shqili keldik. Analar, ey yetibon analar, sizlarni suydu hamma balalar. Suyimizda yiqit, o'timizda ko'ydinglar. Yig'lab, kulsak kuldinglar. Analar, ey yetibon analar, sizlarni suydu hamma balalar. O'ynatdi gullarni saçgan nurunglar, gullarga qo'lg'ay bosgan izinglar. Mehriban analar, bizning maktabdagi nomrod bolalarga ko'p yordam qilyapti. Biz ularning kuchiga kuch qo'shmoqchi. Bizmi qarab turmaymiz. Qandoq do'stlar, savoqdoshlar? Shunda Odash, biz nim deyishgan? Xaltaga oyoqqanimiz deyishgan-ku. Ularni, bo'libmi bu yezdiq bolalarning bir nas olg'usi yo'qmi? Bu shafqat elchilari bizdan nomrod turib tejashga yashapti. Mehribon analarning mehribon bolalar bo'layli, adash. ko'kchiyakdan oltin nurlar yeyilganda, Oltin pishloq, oltin oydek qiyilganda, nalimizda nog'in sunay chilinganda, yetimizni keldi deymiz, shotqinimiz. To'pala qo'l to'kishib, qo'l to'qlashib, hamma uyni yetlab yetni qutlaqlashib, al-yusuni o'tbadetni qo'g'lashib, haytimiz keldi deymiz shotqinimiz. Uylarga kirsak echildan xandor, kunlar ko'rib turgan esi soyib xandor. Ah ko'ngilda baxt degan bir xaqon bor, haytimiz keldi deymiz shotqinimiz. Ailega baxt omad sevgi tilab, almaliga tinch omonlik tilab, dil yoshardi, el yoshardi. Haytimiz keldi deymiz shotqinimiz, haytimiz keldi deymiz shotqinimiz. To'pala qo'l to'qishib, qo'l to'qlashib, hamma uyga yetlab yetni qutlaqlashib, al-yusuni o'tbadetni qo'g'lashib, haytimiz keldi deymiz shotqinimiz. Uylarga kirsak ichildan xandor, kunlar kulib turgan esi soyib xandor.
Ana daryo qarim üzülməz melodiyası bilan tabiat güzelligini ko'ngil qasrimizga singdirib, ko'ngil gulshanlarimizda kuy chashmalarni qaynatmoqda. Tarim daryosi şanlıq tariximizning lirik dastoni. Uning üzülməz kuyi parlaq kelajak yozilgan o'tliq salom xat. Shundoq. Mana shu ana daryoning sharbatidan bahralangan do'lanliqlar o'zlarining ajoyib parlaq madaniyatidan dunyo sahnasida o'zgacha julanib turmoqda. Yaqında oxirlashgan mamlakatlik Nilofar lo'nqisini talashish kasbiy usul musobaqasida dolanliqlar nomli usul birdan-bir oltin medalga erishib, dolan madaniyatini yana bir qitim chaqlatdi. Unda hozir ayamaqlarimiz birlikda mana shu oltin medalning sohiblari o'rinlagan dolanliqlar degan usulni ko'rib boqaylik. Qani marhamat.
Qadrli do'stlar, biz bugungi ayam kechiligimizda har qaysingizlarga har xil san'at nomerlarini sovg'a qilishdan boshqa, yana har qaysingizlarni Xinjiang Ko'chma xabarlash shirkati, G'arbiy yurt uchur elchisi shirkati bilan Xinjiang televiziya stansiyasi birlashib e'pag'an Qurban yetliq san'at nomerlarini baholash faoliyatiga qatnashishga taklif qilamiz. Ko'chma telefon abonentlari 125 90 18 19 ga telefon qilib, o'zingiz eng yaxshi ko'rgan artist yoki o'zingiz eng yoqtirgan nomerni tanlasangizlar, sifirli foto apparati yoki rangli uchurliq yanfon qatorliq cho'ng mukofotlarga erisha olasiz. Yanfon uchur orqali qatnashsangiz bo'ladi. Yanfon uchurini yo'llashni xohlagan ko'chma telefon abonentlari o'zi eng yaxshi ko'rgan artist yoki o'zi eng yoqtirgan san'at nomerining ismini yoziblar 0-20-460 ga yo'llasa bo'ladi. Qani nima qarab tursiz? Daral qo'lingizga yan telefoningizni ilingda uchur yo'llang. Tamashmin do'stlar, har xil nomerlarimiz yana davomlashmoqda. Diqqatinglar sahnamizda bo'lsin. Yaz bulmaydı Bağdaşning tig'i Bağdaşning tig'i Dert kelgende paylamaydı Vay sarhan yürekning tig'i Cinime Dert kelgende paylamaydı Vay sarhan yürekning tig'i Cinime Patim bolsa illadin Yigendiği tilladin Yigendiği tilladin Xudo bizge vermeptu Qangaçıgan ey ayar ey Qashi qaray ey yalaning Bagri alay ey ayar ey Patminsem oynaymen min mihisem oynaymen min mihisem oynaymen dostlarımni tapqanda sana qish oynaymen Xudo bizge vermeptu Qangaçıgan ey ayar ey Qashi qaray ey yalaning Bagri alay ey ayar ey Özlerinin ulug' olimlarini yod etish, xotirlash, ularning ijodiy amgigi va ilmiy hayotini tadqiq qilish madaniyatlik el xalqining bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati. Ilmga, ilm ahliga bo'lgan izzat hurmatining ifodasidir. Uyg'ur xalqining ulug' olimi, buyuk tilshunos Mahmud Qashqar dunyoga kelganligining 1000 yilligini xotirlash mamlakatlik ilmiy muhokama yig'ini 2005 yil 4 oktyabrdan 6 oktyabrgacha Uyg'ur madaniyatining qadimiy beshiklaridan biri bo'lgan Azizona Qashqarda dog'dug'liq o'tkazildi. Ulug' bo'g'imiz Mahmud Qashqari dunyo xalqi e'tirof qilgan 11-asrda Qaraxonlar xonligi davrida yashab o'tgan ulug' olim. U bir ömür ilim irfan bilan shug'ullanib, ilim tadqiqotiga o'zini beg'ishlab, umrlik ilmiy amgikining samarasi sifatida Divanul Lug'atin Turk, ya'ni turk tillar divonidan iborat bu buyuk asarni yozib chiqib, Uyg'ur madaniyat xazinasiga, jumladan Junxo madaniyati va dunyo madaniyat xazinasiga mangu o'chmas yagona bir guharni qoldirib ketgan. Olim bo'lsang, olam seninki degan so'z haqiqatan to'g'ri aytilgan ekan. Men shu yagona guharning varisi bo'lganligimdan to'liq faxrlandim. Shundoq Hammamiz faxrlanishga haqlimiz. Ey oğlum, mendin ügüt nasihat al. Edeplik ve tertiplik bol. Ta ki el içinde ulu alim bulup, edep ve ilim hikmet karat.
dünyanın insanın cini Alimdir dünyanın insanın cini Alimler alimnin diller kadrini Alimler alimnin diller kadrini Yurtimiz ilmnin edibnin kani Faxrlan dünyaya Mahmud Vətini Yarışlar ilimle Başak etini Faxrlan dünyaya Mahmud Vətini Şerif bilim dünyası işçile yegane Bir yıldız şunca saf, şunca nurane İzzidin içiler tümmennin lale Faxrlan dünyaya Mahmud Vətini Yarışlar ilimle Başak etini Faxrlan dünyaya Mahmud Vətini Yıldız ki yıldızlar ara serveri Yıldız ki yıldızlar ara ülkeri Mübarek ismidir Mahmud Kaşgiri Faxrlan dünyaya Mahmud Vətini Yarışlar ilimle Başak etini Faxrlan dünyaya Mahmud Vətini Demektir enlim hayat belgisi Mahmuddur şunca zor belgü ilgisi Ana til süygüsü, vətən süygüsü Faxrlan dünyaya Mahmud Vətini Yarışlar ilimle Başak etini Faxrlan dünyaya Mahmud Vətini Türkiye divani İrfan Gaznimiz Min yıldan burundu dilim pelliniz Bisun genim o ilim gaznimiz Faxrlan dünyaya Mahmud Vətini Yarışlar ilimle Başak etini Faxrlan dünyaya Mahmud Vətini Harvard ilimden parlak etini Faxrlan dünyaya Mahmud Vətini Harvard ilimden parlak etini Faxrlan dünyaya Mahmud Vətini Şarkar ilimden parlak etini Faxrlan dünyaya Mahmud Vətini Şarkar ilimden parlak etini Faxrlan dünyaya Mahmud Vətini Dilber, muşu aldığımızga mol dastıxanını kösemlam, kiçik vaqtimizga hetlaş isim keldi. O çağlarda sabahdaşlarımız bilen top top yetilişattık. Muallimning uyiga mi kiratdinglar? Ha, kiratdik. Muallimning ishkini oldiga kelganda bir-birsimizni ishtirishib, sen kir desa, sen boshqa kir deyishib, ish qilib bir chaqlarda kiratdik.
Bizning o'g'illardek kapsiz degan muallim shundaqla qaramasa, tizib qo'ygan kampirlarni kap qilib eplan yonchiqqa silib oladi. O'xshashganmiz. Biz mu shunda qilatdik. Shu kichik vaqtimizga o'qituvchilarimiz esingizda bormi? Albatta esimda. Tex ularni pat-pat yo'qlab turaman. Sizchi? Men yo'qlab turatdim. Xizmatning aldirashligida yo'qlayamadim. Yuring, hozir ikkimiz birga berib yo'qlab kelamiz. Shuna qilaylik. Voy, o'g'limmi sen? Va alaykum assalom. Rahmat bolam. Sening hayitіңе muborak bo'lsin. Belli bo'lsin. Ha, qandaroq turibsan? O'qishing yaxshimi? Hanim bo'lsa. Nima? Yo'q. Sen xato anglab qopsan bolam. Putim yaxshi. Har kun atiganda 5 kilometr yugurayotaman. Ansirma. O'ylindigan ish nedamsa? Balam. Al-og'inlarmi bir qancha ayolni soy qilgan edi. Biroq nemish ekan, mush opang rahmatli ko'zimga ko'rinib olib, bu ishdan bag'an sira royim qaytib ketib boradi. Men qara, sen bu ishlarga boshqa turmay, o'qishingni yaxshi o'qi. Ma'qul bolam, men o'zimni asrayman, xotirjam bo'l. O'zingni asrag'in. Rahmat, ma'qul bolam, ma'qul. Xayr, omon bo'l. Anasi, sening hayitіңе muborak bo'lsin. Amroq o'g'lim Amerikadan telefon qilibdi. Uni saq salomat turib etibdi. O'qishimi shunday yaxshi ekan. Xotirjam yotdi. O telefonda qiynalib qoldim. O'ylanib ol deydi. Bas, ancha-muncha qiynalibmi qoldim. Sen jon uzar vaqtingda mendan keyin qolganda cho'qim o'ylanay deb vasiyat qilgan edim. Biroq nemish ekan, o'ylanishga faqat royim yo'q. Asli bugun qabrang beshimga chiqsam bo'ladi. Biroq putim burunqidek emas. Uzoqroq yo'lni men olmayman. Meni kechirgin. Yatqa yerim jannatda bo'lsin. Akram. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Hayitіңіз muborak bo'lsin bolam. Rahmat bolam. Sening hayitingga muborak bo'lsin. Rahmat. Har yil hayitning tunji kuni meni unutib qolmaysan-a. Albatta shunday bo'ldi bolam. Kela, o'ltira. Bugun uyingizga mehmon boshlab keldim. Yaxshi-ku. Men hozir go'stolay deb turgan edim. Mehmonlar qani? Sir saqlab qoldi. Qara, mehmonni sirti qo'yib, o'zingning kirgani nimasi? Chopsam mehmonlarga boshlab kel. Qani mehmonlar? O'y marhamat. Mana. Kelinglar bolam, kelinglar. Assalomu alaykum. Hayitіңізге muborak bo'lsin. Va alaykum assalom bolarim. Hayit hammamizga tang bo'lsin. Tinchlikmi bolam? Qanday yaxshimi? Xo'pdan turdingizmi bolam? Assalomu alaykum. Salomatmisiz bolam? Hayitingiz muborak bo'lsin. Rahmat bolam. Bu asta. Rahmat. Qani bolam, o'ltiringlar. Bolam. Bu mehmonlarni tundingizmi? Bular shundoq tonish ko'rinyapti-da, ammo toza eslayolmayman, ha? Mana. Rostli tunmidingizmi? Bu O'rbek! Salom bolam. Salom, tashla, o'tiring. To'nidim. Sizlar aslida mening o'quvchilarim kansizlar emasmi? Shundoq, ma'lum. Sizning o'quvchilaringiz. Men Ablat bo'laman, ma'lum. Ablat? Bolam. Bu 5 kere 5 qancha pul dodsiz? Zulm Qodir pul dodiga qapoq qo'shmish. Hey, ma'lum Zulm Qodir kim bo'ldi desa, bizning mal tugundan chetiga Oltinbosh Serg'u deyman. Esimga keldi.
matematika darsida romanni o'qib o'tirgan bolam sen-ku. Men to'g'riliq bir qo'shiqda o'qigandan esingda bormi? Zirik to'q, biz zirik to'q, tirish degan parangdan, qutulamiz qachonmi ma'lum degan sarangdan. Ma'lum, odam balliq sarang bo'ldi ekan, balliq degan nadonligimni kechiring ma'lum. Undaq dema, bolam, undaq dema. Bolam, men tondingizmi? Sen Men sinfimizning tozliq boshlig'i San'at bo'laman. San'atmisan bolam? Baq. Sen ancha o'zgarmabsan, to'nidim. To'nib oldim. Obdan turibsiz ma'lum. Rahmat bolam, rahmat. Bu yoq. Bolam, bu yoq meni dadam bo'ldi. Ma'lum, men sizning o'quvchingiz. Men sinfimizning sinf boshlig'i Abdiz bo'laman. Abdizmisan bolam? Qirib ketdim ma'lum. Tuniyamadingizmi deyman. Yo'q bolam. Pishqon erga aylanibsa, to'nidim. Rahmat ma'lum. Assalomu alaykum. Men Muhammad ma'lum. Muhammad. Bolam, darsni chiqla. Aşı tanaffusda gazirchilik qilgan qarang bozorchi Mehmetmiş emas. Esimga keldi. Gazir setib qopgan 20 yuan pulingni og'rib qolgan hiliq saboqdishimga iyoni qilib yetib, hammamizni ta'sirlantirayotgan saxovatchi bolam sen-ku. Jon boqimizda sizni yo'qlab turamidik. Undaq dema bolam, undaq dema. Assalomu alaykum. Qanday yaxshi turdingizmi? Yaxshi bolam, yaxshi. Bolam, bu yoq sinfimizning o'rganish boshlig'i Ro'shangul bo'ldi. Ro'shangul qizimisiz? Texmi chiroyli bo'lib ketibsiz qizim. Rahmat ma'lum. Meni bak xo'sh qilyaptinglar. Baldrim, bugun meni bakmi xo'sh qilyaptinglar. O'tiringlar. Bolam, o'tiringlar. Bolam, o'tir. Sen kela bolam. Qani bolam. O'tiringlar. Amin. Allohu akbar. O'tiringlar. Astag'firullah. Bugun bana qaravotdan qizim atdigandila opamnikiga beribdi kelaman deb ketuvdi. Men bir choy damlab chiqaray. Ma'lum, siz o'tiring. Choyni men akiray. Bolam, siz mehmon tursingiz. Qara, kela bolam. Hay ma'lum, ko'rishmagili 25 yil bo'libdi. Esingizdimi? O'sha aqa shayton kichik vaqtida cho'nganasining kiyimini kiyib olib, hammamizni kuldirib ketadi. Roming sen atib oladi. Bir kuni ma'lum dars kirishdan ilgari sen sinfning eshigini ustiga vijdon so'yib qo'ygandi. Ay ma'lum ishdan chiqar eshiglar, shu ma'lum ustiga chiqib to'kilib ketgan. Izonda shu qaraqsizlik ha. Ay, shu chog'da men ma'lumlar qancha xafa bo'lib ketadi deb o'ylagandim. Ammo siz ma'lum ish bo'lmaganda bizga dars o'taverdingiz. Shu chog'da qashtimga birini urgan bo'lsangiz bo'pti ekan. Shu chog'ga qiliqsizligimga hozirgacha vijdon azob tortdim. Undaq dema bolam. Shu vaqt sening qashtimga urgan bo'lsam, men hozirgacha vijdon azobi tortgan bo'lardim-da. Sizni qaqshatgan bu ishlarimizni sarab tugatgil bo'lmaydi. Ammo siz hech bo'lmaganda bizga bilim beratdingiz. Sizning bizga qilgan ajringizni biz bir umrimga qaytirib bo'lolmayotganmiz. Undaq demanglar bolalarim. Sizlar mening ajrimni hasilab qaytiryapsizlar. Masalan, seni deyli. Sen hozir dаңlıq san'atkor bo'lib, xalqimizning ma'naviy turmushini betish uchun o'zingning to'xtag'ini qo'shib o'tsa, mana mushuning o'zi mening ajrimni qaytirguning emas. Rahmat ma'lum. Sog'lom bo'lgan san'at millatni dunyoga tunutadi, millatning ruhini ko'taradi. İnsonni haqiqiy odamdek yashashga undaydi bolam. Yaqinda televizordan anglasam, bizning 12 muqomimiz dunyo qo'g'daydigan turga kiribdi. Mana mushuning o'zi sizlar san'atkorlarning to'pisi emasmi? Shunday ma'lum. Men bak xushal bo'ldim. Yaxshi ishlanglar bolam. Rahmat ma'lum. Men barliq san'atkorlar vaqtida sizga va'da bermoqchi. Biz san'atimiz orqali xalqimizning ko'nglini izhor qilib, esil madaniyatimizni dunyoga tunutamiz. Men sana ishonaman bolam. Sendan taqdirlanaman. Rahmat ma'lum. Ma'lum, aqa shaytoni tuli maqtavermoqchimi, o ko'taramay qolmasa yana. Xo'sh bolam, sen nima ish qilyapsan? Men ancha-muncha yeziqchilik bilan shug'ullanyapman ma'lum. Ma'lum, Ablat Azir dağlıq yazıp çok ketdi. Shundaqmi? O nurg'un hikoya, povestlarni yozib, bir necha romanni e'lon qildi. Pah. Ablat qaynam. Ablat qaynam da barakalloh bolam. Qaynam mening taqallusim ma'lum. Yaxshi bolam. Men sening bir qancha kitobingni o'qitdim emasmi? Yeziqchilik talanti senda kichigingda bor edi. Axir yozuvchi bo'psan-da. Yozuvchi deb ketgan bo'lmaydi ma'lum.
Yazganlarım pek bek az. Ondaq demə balam. Gap az köp yazışda emas. Otur. Siz oturun. Mana haqiqiy bir yozuvchi bo'lay desang, oldi bilan haqiqiy yaxshi odam bo'l. Soxtpaz, bilarman, shuhratparast bo'lmay, kichik fel, oddiy sodda bo'l. Mushunda qila olsang, texmi yaxshi asarlarni yoza olaysan. Xalqning kulkisiga kul, xalqning yig'isiga yig'la. Shundala texmi nadir asarlarni yoza olaysan bolam. Shunda yo'ldosh Ablat yaxshi yozuvchi, esil fazilatli odam bo'lib ketdi. Uning vujudidan sen deganlarni ko'rdim bolam. Rahmat bolam. Xo'sh, Samat bolam, sen nima ish qilyapsan? Men bolam. Bu bizning Qarzi boshqimiz Samatga kichikda amal kesilib tegibgan. O tirishib og'ir bosh qo'yib ketdi. Ammo zab chiqsal galbini. Allah, adash. Bolam. Mashinamni bir qatim berib to'mig'inimga pishig'im gal bo'lib qoldi menda. Pishig'im gal bo'lgandan keyin mashinamni ham so'ramaysanmi? Ma'lum chaqchaq qo'ydim. Bu og'idamning pichig'i shundoq o'tkirganki, qo'sh biz shamshan bekar qo'ydilar. Endi u ati to'yga berib turasiz mashinani. Bo'ladi aka. Yo'ldosh ma'lum. Men esda kesib qilaydigan xizmatning ehtiyoji bilan ma'muriy xizmat bo'lib qoldi. Balam. Sening ishingni yaxshi qila olsang, ulug' ish. Biror ishga bosh bo'lgan odam xalqning manfaatini o'ylaydigan, vijdonli, kichik pil bo'lish kerak. Shundala butun avomning hurmatiga sazovor bo'la olaysan bolam. Ma'lum, to'g'ri aytasiz Samitaxon. Bosh bo'lgan kishi Mamadan tadbirsiz, haqavur, yumshoq bosh bo'lgan bo'lsa, xalqning nazaridan chiqib ketadi. Men Samat bolamga ishi nima? Sen cho'qim yaxshi ishlay olaysan. Rahmat. Bu maqsadingiz menga cho'q ilhom bo'ldi. Men cho'qim yaxshi ishlayman. Abdiz bolam, sen nima ish qilyapsan? Men dehqon bo'lib ketdim ma'lum. Sen kichigingda shundoq aqlli, darslarda hammani oldi deding-ku. Sizda qanday shundoqdi ma'lum? O'tir. Boshqa maktabga o'tgandan keyin ota-onam aqoqdan qazo qilib ketdi. Fikrlarim qarash menga yuklandi. Shuning bilan o'qishdan chekinib dehqonchilik qildim ma'lum. Balam, biz doim dehqon aka, ishla aka, yasha aka deymiz-ku. Sizlarga biror kun ishlash beraylik demaymiz. Sizlar dehqonlar haqiqiy halol mehnat bilan yashaysizlar. Halovatinglardan mehnatinglar ko'p. Sizlarning yuzinglar qo'ruq. Bizning yurgimiz qo'ruq. Bizning yuzimiz oq. Sizlarning ko'nglinglar oq. Bizning gapimiz jiq. Sizlarning ajr amgiginglar jiq bolam. Rahmat ma'lum. Biz dehqonlarni maqtaganingizga rahmat. Rahmat ma'lum. O'tir. Shaharga qachon kelgan eding? Ma'lum, bu saraliq kelganim bir haftadan oshdi dedim ha. Men yo'li qilib kelib balog'ili qoldim. Bizniki yavatida, ishchivatida, qo'navatida qarang, chiroyini oqirib ketib qarvayna. Hey. Sen tijorat yo'qashqa, biz tassanab o'z qum sanab, bu ablizning saranaga yalimesh to'q kaptalni bizni qizg'inib uyanga so'lab olgansan. Ya Allah, ma'lum, bu artisqaq degan yeydigan, ichdiganning gapini qilgan haq ekansan. Bu nabik to'q kapta u. Ikki zag'ir bilan kapga biz o'tga murabba qilib o'z yap bo'ldi ne. Biroq Muhammed o'limizdan buni uyga olib ketdi. Yaxshi bo'pti bolam. Saboqdoshlar shunday izdishib, ijil o'tganinglar yaxshi. Muhammad bolam, bularning gapcha, sen sodigachilik qilayotgan o'xshamamsan. Bolam, Muhammad hozir katta boy bo'lib ketdi. Samat boshliqning idorasida tanishgan birli mashin bo'lgan bilan, buning har ismi bir necha mashinasi bor. 100 nechadan shaydagan korxonasi bor. Ammo za yaqinaqsan qis qilib oldi. Bizga pat-pat o'tirish qilmay kengizak turdi bu. Qaraq so'rida qaytaydigan bir tiyinli pulim yo'q. Demak, tijorating xeyli ro'naq ketibdi-da bola. Qadrahvol ma'lum. Oliy maktabga imtihon berib o'tamagandan keyin ishni yana qayta gazirchilikdan boshladim dana. Az to'lib pul tepib ish kiriga bordim. Bu yerda az to'lib pul topdim, pulni yo'qotdim, chat ellarga bordim. Ma'lum, jamiyat bir oliy maktabga ko'rmaganda ko'rdim. Tirishib, bugungi egilikni tikilib oldim. Ish qilib yaxshi ma'lum. Yaxshi bolam, yaxshi. Tijorat ham savdo kasbini tanlab to'g'ri qilsa. Pul top, texnik pul top.
Chunki bizga iqtisod to'limi zarur. Shundoq, ma'lum, to'g'ri aytding. Mush dunyoda ojizlarni bo'jak qilayotgan zo'ravonlarni o'kirtayotgani ularning puli. Qanday dedim sen? To'g'ri. Burun davlatimiz kambag'al vaqtida butun jahongirlar bizni bo'zak qiladi. Endi davlatimiz qudrat tepida butun jahongirlar bizni teptatadigan bo'lib ketdi. Shunda Roshenkul to'g'rimi ya? To'g'ri. Chunki hozir davlatning pulimi, texnikasimi bor-da. To'g'ri. Muallim. Mening yana bir orzuyim bor. Men yurtimda yetim esirlarni, kambag'allarni haqsiz davolaydigan bir doktorxona ochaylik deb deyman. Barakalloh. Rahmat yigit. O'g'il boladan gap qilding bolam. Bu shundoq qil, butun el sendan rozi bo'ladi bolam. Doktorxonaga putganda lentishni o'zim ish beraman. Rahmat. Doktorxon qurilishiga men bir yog'och tosh, mevchi va oshga yordam qilaman. Men cho'qim ashsiz saqat doktorxonaga berib ishlayman. Barakalloh sadoqdoshlar, rahmat sizlarga. Muhammad balam, bu ishni cho'qim vujudga chiqarish kerak. Muallim, cho'qim deginingizda qilaman. Barakalloh do'stim. O'tiringlar bolam. O'tiringlar bolam. O'tiring bolam. Rushan qizim, siz doktor o'qishmamsiz? Muallim, Ro'shangul hozir aqxalat farishtlab ketdi. Demak, rostilla doktor bo'libsiz-da? Ma'lum. Men chet elda tibbiy ilmda o'qidim. Yaqinda doktorlikni ilib qaytib keldim. Barakalloh. Yaraysiz qizim. Savobli kasb tanlabsiz. Rahmat. Mening yosh vaqtimda doktor bo'lib, kasallarni davolasam deydigan orzuyim bor edi. Biroq bu orzuyim amalga oshmagan. Mana bugun siz mening bu orzuyimni reallikka aylantiribsiz qizim. Ma'lum. Agar siz doktor bo'lamagan bo'lsangiz-mi, nurg'un qarang'idillarga yorug'lik ato qildingiz. Nurg'un kasal qalblarni davolab saqaytdingiz. Siz inson ruhining haqiqiy doktori. Abla to'g'ri aytdi. Ma'lum, siz haqiqiy doktor. Doktorlarni saqaytolmaydigan kasallarni saqaytiradigan. Rahmat bolam. Menga bergan bahoyinglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Yaxshi ishlar qizim. Shunda qilsangiz xalqning duosiga erishsiz. Xalqning duosiga erishsiniz. Texmi ko'playsiz, texmi baxtli bo'lasiz bolam. Ma'qul ma'lum. Rahmat. Siz chet elda qilishni o'ylamabsiz-da? Boshda o'ylashgan nurg'un o'rinlar meni talashdi. Lekin chet eldan natija turish jarayonida shuni his qildimki, dunyoda har qanday muhabbatdan vatan muhabbati ortiqdir ekan. U yerda ustoz, professorlar hamma uyat. Ammo siznikida mehribonlik kam. U yerda mashina bor, do'stingiz yo'q, pul bor, ota onangiz yo'q. Boyashatlik bor, vataningiz yo'q. Dunyoda vatansizlikdan ortiq xayrlik bo'lmaydi ekan. Ma'lum, shunga vatanimga qaytib keldim. Barakalloh qizim. Yaraysiz. Yaraysiz. O'shanda siz ruhan to'g'ri qildingiz. Agar o'zingizning shaxsiy rohatini deb chet elda qolgan bo'lsangiz, bu xuddi ota-onasini yeydigan meni yo'q, o'zi mashina minib olgandek bir ish bo'lardi. Bak yaxshi qildingiz. Yozuvchi bolam to'g'ri aytdi. Vatan xuddi sizlardek vafodor, yurtsuyar o'g'il qizlari bilan vatandir. Bolalarim, ko'tildaydigan kechilim yana qo'zg'alib, sizlarni zeriktirib qo'ydim. Muallim, biz bugun birinchidan sizni yo'qlab keldik. Ammo to'limi kechikib keldik. Shunga barliq savodoslar vakolatdan sizdan kechirim so'raymiz, muallim. Bizni kechiring. Rahmat bolam. Rahmat. Burun ochchig'im yomonroq edi. Hatto ba'zilarga qo'l tekkizib qo'ygan bo'lishi mumkin. Mana shunday qo'polliklarim bo'lsa, meni kechiring, meni kechiring. Muallim, biz sizni ayrilib, oliy maktablarda o'qib, har yerlarda xizmat qildik. Muallim, biz sizni pat-pat yo'qlab turamidik. Lekin salomat ahvolingizni do'stimiz Ahaddan so'rab turdik. Sahroq berib bavoyib keling, muallim. Xudodan men sizni yeb ketay. Ma'lum, xotirjam bo'ling. Putingizni o'zim davolayman. Muallim, har qanday zeriksiz meni chaqirtib, men sizga amra bo'laman, muallim.
Canım ballarım. Şu tatlı ben pek mi hayacanlanıp ketiyotamam. Sizler her saha, her kasıpta zor neticelerle kolum keltiripsizler. Kelgüsüde bu aziz makanda acayip zor mucizelerin yüz birdiğaligini sizler arkalık köydendek buldum. Yurtumuzda güldendirinlar. Yurtumuzda özgertinlar. Biz kılanmagan zor işlerini sizler kılanlar bol. Valım, biz sizden ahırkı dersinizi anlığınızda 25 yıl boptu. Şundak, biz bu 25 yılını hatırlayışını meselesi her yerden sanatlaşlar. Bu şergi yığıldık. Biz bu faaliyetini neyim için bu yerde kılmakçı bulduk? Çünkü bu yerde bizge ilim bergen ustazlarımız var. Siz okuyan sınıflar var. Malum xat yazgan do'stlar var. Her birigen anlık mehdimiz var. Muallim, yani 28 saat siz bilen görüşçe saklap duruyordu. O ulan konu sınıfta. Ballarım, sınıfta var. Sünnetlik emas ismimiz Mektepten siz oddiy odam Alemde kenglik köksünüz Siz büyüklük tahtida tenha muhterem Mahmudga. Xo'sh. Har bir davrning o'ziga xos yorqin melodiyasi, har bir yurtning o'ziga xos go'zal kuylari bo'ladi. Mana shundaq zamon atlab, yurt atlab yetib kelgan go'zal kuylar o'ziga xos sehriy kuchi bilan dillarga huzur bag'ishlaydi-da. To'g'ri aytdingiz. Bu naqshlar hali ham yurak tarimizni chekib, vujudimizni larziga soladi-da. Hurmatli mehmonlar, endi hammamiz birlikda mana shundaq Eğizden eğizga, qalblardan qalblarga ko'chib kelgan tavarik naqshlardan, otash kuylardan yana bir qatim qang'ichi huzurlandik. Ana marhamat. Tarim
sakladı yüzümden baksam cemalınızda kalbimi par eylep kılgan salamınızda kıllık bacınını mağlayda halınızda can tende intizar men her bir cevabınızda Nasılını eytay Kaçakça muhabbet Derdini yekataday Ben başlığını taşlap Emdi özemge kaytay Teşlabirin sürtey Derman kıyanızda Gelse bahar kızılgın Çaşmay kuraklarını Kulbunu takibinden Başlar kuşaklarını Kakkoku zeynevinin Kakkay kuraklarını Halini kim itersiz Kelsen canabınızda Zamanınız bahtiyar Siz ne kıldın ihtiyar Ben ne kıldım ihtiyar Kullu taşkan muhabbet Durla sizge intizar Ben o sizge intizar Şartlı kıllık bitişti Kıllık hemme ihtiyar Bağlanırsa sıkıllı Olma anarınızda Bulbulu o teşekkür Yeni baharınızda Gitey değmen Hayır ey atam ben anam kalsın Hayır ey atam ben anam kalsın Aziz başım yat eykem Hayır ey gafit Ahmet gep dursun Allah'ay anamırdan Hayır ey şeringe musafir Atan ayımı anam gün mü Hayır ey tuğup sen kızıl gülni Hayır ey tuğup sen kızıl gülni Senin köyüngü sevip Hayır ey menimdek bir grip kılni Allah'ay anamırdan Hayır ey şeringe musafirler Yar sana koşa hatim Allah'ım sen avazimni Dün geçirip gitime Ben geç kılıp sazimni Allah bilərgə xatim Quşuğum desən üçün Beyin tapıb əlvətin Sənə qoşur mən üçün Allah güylərgə hatim Koşuğum sen üçün Beyin tapıb əlvətin
Qadrli do'stlar, biz bugungi ayam kechiligimizda har qaysingizlarga har xil san'at nomerlarini so'q qilishdan boshqa, yana har qaysingizlarni Xinjiang ko'chma xabarlash shirkati, G'arbiy yurt uchur elchisi shirkati bilan Xinjiang televiziya stansiyasi birlashib epag'an Qurban yetliq san'at nomerlarini baholash faoliyatiga qatnashishga taklif qilamiz. Ko'chma telefon abonentlari 125 90 18 19 ga telefon qilib, o'zingiz eng yaxshi ko'rgan artist yoki o'zingiz eng yoqtirgan nomerni tanlasangizlar, seferlik foto apparati yoki rangli uchurliq yanfon qatorliq cho'ng mukofotlarga erisha olasiz. Yanfon uchur orqali qatnashsangiz bo'ladi. Yanfon uchurini yo'llashni xohlagan ko'chma telefon abonentlari o'zi eng yaxshi ko'rgan artist yoki o'zi eng yoqtirgan san'at nomerining ismini yoziblar 0-20-460 ga yo'llasanglar bo'ladi. Qani nima qarab tursiz? Daral qo'lingizga yan telefoningizni ilingda uchur yo'llang. Tamashmin do'stlar, har xil nomerlarimiz yana davomlashmoqda. Diqqatinglar sahnamizda bo'lsin. Qatardan qalmadık hayat yolida Qeni bahri ilib cimi himmetin Qatardan qalmadık hayat yolida Qeni bahri ilib cimi himmetin Turmuş hemidin bek aldırattı Ularni yolumizga bek qaratdi Ularni yolumizga bek qaratdi Qarab qalmasin bara
qilsak vaqt degan hamon chiqadi. Qarab qolmasin barayli yo'llab, niyat qilsak vaqt degan hamon chiqadi. Şundan arazi bayramlik meyduk didu bizni. Biz bayram biz şadlik ulanın bari. Bayramlik meyduk didu bizni. Biz bayram biz şadlik ulanın bari. Yoktan turayli atanılani. Barlığını bizge bergen hem hanılani. Barlığını bizge bergen hem hanılani. Avatlasın içi, inlesin kalbi. Şad eteyli didarıdın kadir dalani. Avatlasın içi, inlesin kalbi. Şad eteyli didarıdın kadir dalani. Şad eteyli didarıdın kadir dalani. Amrahanna kirlenecek, kırbağdaki gül çiçek.
davozliq tilga ilinsa cheksiz iftiqorlik hissiyotiga cho'mamiz. Chunki davozliq bizning an'anaviy san'atimizning ichida chaqnab turgan gavharning biridir. Shundoq. U necha ming yillik tarixga ega bo'lib qolmasdan bizni ko'p qitim dunyoviy shuhratga ega qildi. Uyg'ur davozchilik san'atini dastlabda Palak shoyi Odil O'shur dunyoga to'niqqan bo'lsa, Oblat Majun Polatsin ustida 38 kun turib, 7 turda dunyo Ginnes rekordini yaratib, shotlik ustiga shotlik qo'shdi. Albatta inson uchishga qodir emas, ammo shijoat kamirini beliga mahkam bog'lab, iroda gulxonlarida o'zini tovlagan azimatlar murad maqsad ufuqida cho'lpandek chaqnashga loyiq. Endi shu cho'lponlarimizning biri Oblat Majunning yurak so'zini anglab baqsa qanday? Qani. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar. Har joydagi qarindoshlar, Qurban hayitinglarga muborak bo'lsin. Bugun qutlug' kunlarda meni tarbiyalab yetishtirgan mehribon ustozlarimga, kasbiy jihatdan qo'llab-quvvatlagan har darajalik rahbarlarga, shundaqla to'xtamay olqishlayotgan har millat xalqiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Teninglar salomat bo'lsin. Rahmat sizga. Oy,
Bu yer 7 iqlimning madaniyatini uchrashtirib, isil madaniyat javhirini barpo qilgan. Bu yer tabiatning eng go'zal o'rnaklarini o'ziga mujassam qilgan. Bu yer qalblarni qalblarga tutashtirgan. Bu yer sirliq mo'jizotlardan ko'ngillarni lol qilgan. Bu yer aziz yurtimiz Şinjan. Bu yerda izgi tilak, izgi o'y, bu yerda kunda ayam, kunda to'y. Ana yurtumga her damda sen beni ikram tadın. Ana yurtumga her damda